Ya Abdurashid ki, mana shu eng uyqusiz shogirdimiz. Mana shu. Hozir mana bajar ishi yotibdi mana. Bo'ldi, mana buni 9 ga qo'yib qo'yasizlar, 9-oy, 10-oy qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Sunnat qara, hozir mana resurklarni nasos qo'yasizlar-yu, promoy olib chiqmalaringni po'lat o't bilan qayrib olaring, mana tekis tursin. Tushundingmi? Mana o'stirib olinadi ozgina. Sunnat sen обратный klap bilan tayyorlaysan, suv kirishiga. Har doim tayyor joyi ko'rsatdik. Hozir montaj jarayonini ko'rsatamiz. Ikkita sunnat bitta joyda. Mana shu joyga yana bitta qo'shimcha kadr ortini ham bitta ko'rsatib yuboringlar. Sababi har doim oppoq yaltiroq bitgan joy ko'rsatamiz, lekin ungacha mana shuncha har xil holat yoyilgan, soyilgan, hamma bir bilan talashgan. Mana shu holatda bitadi katenligimiz, instrumentlar bu yoqda. Bu yerda materiallarimiz, bu yerda ortiqchasi ishlatganimiz, baribir oxirida yig'ishtirib olib chiqib ketiladi-yu. Baribir bu holatda ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak, chunki bu bitguncha hech qachon sidirib bitta musor olib ishlanmaydi. Balkim shunaqa ishlaganlar bordir, lekin baribir bu holatda ham ko'rsatganimiz yaxshi. Endi ishga qaytamiz. Bizning lokatsiyamizni Taqachida obyektimizni 300 kvadratli xonadon, har doimgidek maksimum darajada minimalizm, komfort. Unit konditsioner koteldan qo'yganmiz. T-box vistromontaj qo'yganmiz. Bu yerda 200 litrli boiler usulingizdan qo'yganmiz. Sababi qachondir solnechniy kollektor qo'yiladigan bo'lsa, ulashga oson bo'lsin deb. Bundan tashqari shu 3 etajimizning topli poli ham, batareykasi ham mana shu ikkita dona nasosda o'tiribdi. Ochib ko'rsata qolaylik. 3 etajli topli poliga bir dona nasos, podvolda batareykamiz yo'q, ikkita etajli batareykasiga bir dona nasos. Ortiqcha nasos, ortiqcha anaqalar kerak emas. Bu ham o'zimizdan o'zimiz qo'yib tashlamadik, hammasi hisob-kitob bilan. Ortiqcha rasxod hozir hammaga ortiqcha deb baribir. Odatda standart kotelnik deymiz. Odatiy kotelnik yig'ilganda bir hafta 10 kunlar vaqt ketadi. Bu nimani hisobiga? O'sha 5-6 nasoslarning taxlanishi, 20 talab turbalarni tortilib kelinishi. Biz bu yerda 3 kun uzoq to'lqinda chiqib ketmoqchimiz. Sababi nimaga? Har doimgidek birinchi hisob-kitob, ikkinchi asosiy fishka kompaktli narsalardan foydalanganimiz uchun. Bu nima foyda beradi desa, uyi egasini ortiqcha puli yoniga qoladi. Bizaga ortib qolgan vaqtimiz bilan keyingi obyektga bemalol ulgura olamiz. Hali bu kotelligimizni to'liq bitib bo'lgandan keyin ideal holatga kelib ishga tushganda yana bitta to'liq obzor qilib olamiz.